219 ming, 165 ming. Hozir birgalikda farqlarni ko'ramiz. Iltimos, ishlatishdan oldin ko'zoynak bilan quloqchin taqishni unutmang. O'zingizni xavfsizligingizni ta'minlash maqsadida. Bu 219 ming so'mligi. Endi esa 165 ming so'mligini tekshirib ko'ramiz. Ko'rib turganlaringizdek, ikkala pistoletimiz ham juda ham chuqur va sifatli urib berdi. Endi esa bularning komplektini ko'rib chiqamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, ikkala pistoletlarimizning ham komplektida deyarli bir xil narsa bor. Prujinkalari, qo'shimcha nasatkalari, kulishlari va ikkalasida ham masla bor. Qo'shimcha o'zining maslalari va ikkalasida ham ko'zoynak. Pistoletlarimizni o'ziga keladigan bo'lsak, ikkalasi ham juda ham sifatli va yaxshi ishlangan, deyarli og'irligi ham bir xil. Uch tomoni va o'rtalari temir, shu qorajoy, sariq va dastasi plastmas qilingan. Endi esa 219 ming so'mlik pistoletimizni ko'radigan bo'lsak, buni ham uch temir, juda ham qulay va yaxshi ishlangan. Bu ham deyarli vazni bir xil. Xullas, ikkala pistoletni ham ko'rib chiqdik. Agar sizga yoqqan bo'lsa, bemalol Prorab do'konidan kelib xarid qilishingiz mumkin.